Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Xo'p, anchadan beri video chiqarmagan edim. Bugun maza qilib o'yin o'ynab dam olamiz akalar. Xo'p, bugun bizda Soccer Manager, ya'ni futbol menejer o'yini karyera qilamiz akalar. Qani boshladik. Klub tanlaymiz. Italiyadan. Xo'p. Italiyadan Fiorentinani tanlaymiz. Qalaysizlar akalar, yangi yilni ham birinchi oyi tugadi deyarli. Ishlaqali akalar. Xo'p. Bu bizning tarkibimiz ekan. Xo'p, Fiorentinada kimlar bor, kimlarni sotish kerak? Ko'raylikchi kimlar bor ekan. Darvozabonimiz asosiysi David De Gea ekan, ikkinchi varatamiz Luka Lazzarini ekan. Xo'p. Pedro Camuzzoni qaranglar, 78 ekan, 20 yosh. Potensiali 92 ga chiqar ekan. Reytingi. Mattia Vitti qarangda ekan. Xo'p, zashtalar yaxshi. Rolando Mandragora. Mana Robin Gozensni ko'tiga tepamiz. Transferga qo'yamiz, qo'yib bo'lmas ekan. O'zi ketsa kerak-da, menimcha. Shartnomasi tugaganmi nima bilan. Hujumchilarimiz 5 ta hujumchi bor ekan. Edin Dzeko ham bor ekan bizda. Buni yo sotamiz, yo sotib bo'lmas ekan, buni shunchaki udalet qilib yuboramiz. 4 million kompensatsiya to'laymiz ekan. Unda yurursin, zaxirada o'tiraveradi. Moise Kean bor ekan, 25 yosh. Nimaga davolnay ekan bu? Buni davolnay qilishi yo'lini bilamiz. 9-nomerni beramiz Moise Keanga. Djekodan olib. Moise Keanga 9, Djekoga 20. Ana. Xo'p, buni sotaylikmi yoki? Xo'p, mayli, mana transferga qo'yib ko'rdik. Qani qanchaga ketar ekan. Albert Gudmundsson bor ekan, 28 yosh. Buni o'ynatsa bo'laveradi. Piccoli bor ekan, Christian Kouame. Kouameni sotaylik. Nimaga bilan sotib bo'lmaydi? Mayli tursin. Lekin bitta o'yin sotishimiz kerak deb. Amir Richardson. Santos Dodo yaxshi o'ynaydi. Yarim himoyachilik kam ekan o'zi. Gino Infantino 22 yosh ekan. Yoshi kattaroqni sotay desang ham yo'q. Gudmundsonda. Hop, Moise Keanni o'zini anaqaga qo'ydik. Transferga qani ko'ramiz. Hozircha mavsum oldi o'rtoqlik o'yini, shuning uchun anaqa qiyotmadim. Strategiya, taktika falon piston qiyotmadim. Mavsumga tayyorgarlik arafasida yangi o'yinchilar olinadi. O'shanda birato'la qilinadi. Yangi o'yinchilarga moslab qilamiz. Fiorentina Catanzaro. Moise Kean o'zi. Moise Kean yaxshi devar, buni sotish xatoda.
Kongrachich. Mana Viti o'ynatib ko'raylik sizashtirdi. Viti bilan Ranierining o'rnida Marini qo'yadi. Namuncha sekin o'tadi bu. Ta zarbaga 10 ta zarba. Yomon ekan Katanzaro ham. 12, 13 ta zarba, 14 ta zarba berdi. 5 ta aniq zarba. Yomon ekan. Bruno hisobida Katanzaroni yutdik. Mavsum oldi o'rtoqlik o'yini. Endi komandani ichki anaqasiga o'tamiz. Menimcha Moizekinni birorta komanda so'rasa kerak hozir. Bir 20-25 millionga tepsak. Ya tur kerak emas. Ovozim uncha baland, qayerdan pastlatadi buni? Настройка. Muzika. Bo'lishi kerak. Hop. Komutsoni so'rayapti ekan 25 millionga Napoli. Sotaylikmi-kan? Mayli, sotamiz. Barselona ham so'rayapti 16 millionga. Lekin sotmaymiz Barselonaga. Napoliga sotaymi-kan? Ya, o'zimizga kerak bo'ladi. Sotmayman. Hozircha yaxshi. Komandaga kiraylik yana. Hop, markaziy himoyachimiz to'rtta 5 ta ekan. 5 ta markaziy himoyachi, 2 ta chap qanot, 2 ta o'ng qanot va bitta oporniy polzashda tayanch yarim himoyachi bor ekan. Mana zashda yaxshi ekan. Yarim himoya to'rtta 5 ta sen markaziy yarim himoyachi bor ekan. 6 ta ekan. 2 ta atakushi bor ekan. Bu ham yaxshi. Sabiri. Hujum markaziy hujumchilar ko'pda, 5 ta. Bittasini sotish kerak. Hop. Menimcha oladigan o'yinchimiz yo'q. Menimcha yaxshi hammasi. Hammasi yaxshi. Bitta yaxshi o'yinchi olish kerakmi baribir? Ana Moizekinni Bavariya so'rayapti 28 millionga. Buni sotamizda 28 ga ikkita normal o'yinchi olib kelsa bo'ladi. Bitta yarim himoyachi olsa oporniy. Chunki Rolando Mandragorani o'zi ekanda. Oporniyda. Bu kamlik qiladi. Bitta oporniy bilan bitta hujumchi olamiz. Transferga kiramiz. Nikopas Cityga o'tibdi. Yangilikni ko'rdinglar mana. Nikopas Komodan Cityga 42 millionga o'tibdi. Joel Ordonez o'tibdi Bruggedan PSVga, Bavariya Eintrachtdan Larsenni ham olibdi Moizekinga qo'shib. Bo'laveradi. Biz transferga kiramiz, pozitsiyani oporniy belgilaymiz. Yoshini 27 yosh maksimalni qilamiz. 15 yoshdan 27 yoshgacha. Pulini где-то bir 10-12 millionlar qilsak bo'ladi.
Ana 9,5 bo'ldi. Andres Schaffer bizga OPZ kerak. Nikola Moro Boloniyadan ekan. Nikola Moro Ipswichdan Matusiva Niklas Dorsh. Mana Niklas Dorshni olamiz Heidenheimdan. 77 ekan. Sal 78 79 yo'qmi? Yo'q, bir 12,000 qilaylikchi. Mana Ainsli Midland Nice. Yo'q, Salih O'zjan. Yo'q. Nikola Moro yaxshi shu ekanda o'zi. Mana bitta Bubakar Sumare bor ekan. 12 million Lesterdan. Mana shu Sumareni olaylik endi. Qoravoyda. Tomog'im bo'lib qoldi xullas. Xo'p, 13 million beraylikchi mana. Leeds 16 million beryapti ekan. Buni ololmaymiz o'chota. Mayli 17 beraylikchi. Leeds 20 millionga chiqdi. Yo, buni olmaymiz. Leeds o'tdi. Ryan Yates. Ashchi, Ryan Yates. Nottingham Forest'dan olyapmiz ekan. Buni olsak bo'lsa kerak menimcha. $12 million bersak o'tadi adashmasam. Leeds nima u Odam olaylikmi biz ham o'yinchi? Bo'ldi, oldik 13,5 ga Ryan Yates'ni oldik. 67 ming oylik beramiz ekan, 3 yilga qilamiz. 5 yilga qilamiz. 3 yilga emas, 5 yilga qilamiz. Bo'ldi, buni oldik yana. Endi bitta hujumchi olish kerak. Komanda nomer 22. Mayli 22 da o'ynarsin. Tak, bitta hujumchi olamiz. Xuddi shu anaqa bilan faqat hujumchi qilamiz. Isak Romero Sevilladan. Andrey Mostovoy Zenitdan. Javi Puado. Isak Romeroni olib qo'yaylik, 25 yosh ekan, yoshi ham yosh ekan. Bu yerda Oliveira Vitinha. Genovadagi Vitinha, shuni olamiz. Zo'r o'ynaydi bu. 8,5 millionga 10 million bersak o'tarmikan? O'tarkan 11 million qilsak olamiz, xudo xolasa. Oldik. Bo'ldi, ana bunga 52 ming oylik beramiz. 5 yil qilamiz buni ham. Ketdik. Bo'ldi, mana shu o'yinchilik yetadi mana ikkita. Yates oldikmi? Kim oldik? Yates bilan Vitinhani oldik, yetadi. 9 oldi Vitinha. Bo'laveradi. Vitinhaga 9, Yatesga 22 ni endi beramiz ekan. 22 da bizda Fazine bor ekan. 18 da olsin, mayli. Yo'q, 14 da beramiz. Buni 19 ga berib, Yatesni olamiz 14 ga. Bo'ldi, ketdik. Bo'ldi, 14 million pulimiz qoldi. Xo'p, Infantinoni so'rayapti ekan. Milan so'rayapti ekan 6 millionga, mayli sotamiz. Qaysi pozitsiyada? PZda bizda yetarli. Xo'p. Xo'p, asosiy tarkibda joy to'la ekan. Vitinha bilan Yatesni tarkibga o'tkazib qo'yishimiz kerak. O'zi asosiy ekan. Mana Yates 14 da, Vitinha 9 da. Bo'ldi, shu bilan mavsumni boshlayveramiz.
Hop, bu ham o'rtoqlik o'yini ekan Bari bilan. Endi o'zimizni taktikamiz sekin qilishni boshlaymiz. Bitta oporniy bilan o'ynaymiz. Bitta oporniylik taktika qayerda bor ekan? Bitta oporniylik tarkib. Bu emas. Atak shu ham bo'laveradi. Bizda Xo'sh. Dodo bu menimcha yarim himoyachi bu. Himoyachi, o'ng qanot himoyachi bu Dodo. Ranerining o'rniga Dodoni qo'yamiz. Raneri bu himoyachi bu. Markaziy. Komuzzo ham menimcha markaziy himoyachi. Komuzzoni qo'yamizda Pangratichni zaxiraga o'tkazamiz. Chap qanot himoyachida bizda Parizi bor. Parizini nimaga qo'yamizda sentralniy markaziy yarim himoyada kim bor ekan? Hop, Yatesni qo'yaylikmi? Mayli, Yatesni qo'yamiz bunisi. Gosensni mana bu yerga qo'ysakchi. Yo'q, bo'lmas ekan. Mandragora yaxshi ekan aytdi. Som. Bu ham o'xshar ekan. Mandragorani asosiy qo'yaylik-da, Somni mana bitta Vitini o'rniga qo'yamiz, zaxiraga. Kuvameni o'rniga Vitinani qo'yamiz. Piccoli bor ekan bizda asosiy hujumchida. 91-raqam ekan Piccoli. Mayli, shu o'ynasinchi boshida. Yoki Vitinani qo'yib turib, keyin Piccolini ham ko'raveramiz. Xo'p, Baratada De Gea, himoyachilar Raneri, Komuzzo, chapda Parizi, o'ngda Dodo. Himoya yaxshi bo'ldi. Mandragora, Yates, Fagioli. Gudmundsson, Jekoga balo bo'lmayapti. Xo'p, APZda kimlar bor ekan bizda? Hujumkor yarim himoyachida. Fagioli tusharmikan o'shga? Fagioli tushar ekan. Fagiolini bu yerga qo'yamizda, Somni bu yerga qo'yamiz. Ana endi bo'ldi. Men Gosens tusharmikan bu yoqqa? Gosens tushmas ekan. Gosens qayerga tushadi o'zi? Gosens qayerda o'ynaydi o'zi bu? Bu chap qanot himoyachisi ekan Gosens. Yo'q, o'ynamasa ekan o'tdi. Richardson. Yo'q, tushmaydi. Somni qo'yamizmi? Som 24 yosh. Markaziy 7-nomerda o'ynar ekan. Mayli, Gudmundsson bilan Som bu yerda o'ynasa, Vitini o'rtada. Fagioli, Rolando Mandragora, Yates bo'ldi. Xo'p, instruksiyaga kiramiz. Высокий pressing qilaylik. Rol va komanda. Xo'p. Penaltini Vitiniga beramiz akalar. Kapitanni Mandragora qilamiz. Qani, Rolando Mandragora. Penaltist Vitini. Shtrafni udar влево chapdan Mandragora tepursin mayli. O'ngdan ham Mandragora. Uglovoyda Fagioli. Mandragorachi. Fagioli yaxshi ekan. Shirina normalniy tursin. Ataka. Сильный передачи. Прямой yo'q. Длинный yo'q.
Luigi. Mashina o'ynaymiz. Stil ataki. Oba flang. Yo'q. Seredino. O'rta bilan o'ynaymiz. Нападающий мяч va штрафную. Opa. Opa. Скорость. Построение атаки. Kontra-ataki есть. Kontra-ataki olamiz. Himoyani endi. Pressing. Своя половина. Yo'q, своя половина. Yoki все поле. Стиль отбор мяч. Задняя линия. Высокий. Передача вратаря. Обязанности последнего защита. Oxirgi защита darvozabonga pas beradimi deyapti. Mayli beraversin. Zatyashka временный. Нормальный. Xo'p, taktikani adashmasam qo'yib oldik. Buni saqlanib qilamiz. Rol игрока. Вратарь. Yaxshi shart emas. Bo'ldi, yangi mavsumga tayyorgarlikni boshladik. Mana shu tarkib bilan, mana shu taktik sxema bilan o'ynab ko'ramiz. Yarim mavsum ko'raylik. Agar ishlar pachaq bo'lsa, yanvarda sekin transfer qilamiz. Agar o'zimni haydab yuborishmasa, hozircha 3 ta zarba berdik. Aniq zarba bo'lmadi, lekin mana to'rinchi aniq zarba bo'ldi. Yates gol urdi. Vitinha gol urdi ikkinchisini. Yaxshi. Yangi olib kelgan o'yinchilarim ishonchli oqlayapti. Antonucci ulardan gol urdi. Xo'p, bizni chap qanot himoyada Gosensni bitta sinab ko'raylik. Gosens o'ynarmikan chap qanot himoyada? O'ynaydi. O'ng qanot himoyaga Lemptini qo'yib ko'ramiz. Davay. Ikkita qanot himoyachilarni almashtirdik. Akalar, kanalga obuna bo'lib, videomizga like bosishdan chiqmasin akalar. Xudo xolasa bundan ham zo'r o'yinlar o'ynab videolar qilishga harakat qilaman akalar. Kanalimiz yangi, shuning uchun ko'tarilish uchun sizlarni qo'llab-quvvatlashingiz juda ham zarur. Like bosib, komment yozib, podpiska bosib qo'ysalar juda ham xursand bo'lardim akalar. Xo'p, mavsum oldi o'rtoqlik o'yinimizni ikkinchi o'yinda ham yutdik. 2-1 Barini yutdik. Bari, Catanzaro bular B seriyada o'ynaydigan komandalar. Italiya A seriyasida bitta pastga liga. Buni biladi ko'pchilik. Futbol ko'ryaptimi, bu narsani bilmasligining iloji yo'q. Bilmaganlar uchun mabodo aytib qo'ydim. Xo'p. Menyu игроков обновление. Yana bitta o'rtoqlik o'yinimiz bor ekan. Reggiana bilan. Bizda xabar kelibdi. Bu eski xabar ekan bular.
to'g'risi xabarlarga uncha qaragim kelmaydi akalar. Faqat o'yinchi sotish uchun kelsa o'shani ochaman. Bo'ldi. Nikola Barella Arsenalga o'tibdi. Jarrod Bowen Aston Villaga o'tibdi. Luka Ranieri'ni so'rayapti qaysidir qo'zivoy. Como so'rayapti 19 million. 80 ekan reytingi. Markaziy himoyachi. Mayli sotib yuboramiz akalar, olaveramiz keyin o'zimiz. Bo'ldi, ketdi. Luka Ranieri quloqni ushlab ketdi deb SMS kelyapti. Xo'p, biz endi bitta o'zi markaziy himoyachi shart emas, chunki oldingi taktika 3 ta himoyachi bilan o'ynagan ekanda. 5 ta himoyachisi bor ekan. Bittasi ketdi, 4 ta qoldi. Amanda 2 ta yarim markaziy himoyachi bilan o'ynaladi. Shundoq bo'lsa ham bitta markaziy olib qo'yaveramiz arzonroqdan. Zarari yo'q. Travma olib qolsa yoki qizil olib qolsa, diskvalifikatsiya bo'lsa, foydasi tegadi. Olib qo'yaveramiz. Nima ketdi bizdan, to'g'rimi? Yoshroqdan olsa, yoshroq yo'q ekan. Yoshini jichi qo'shamiz. 9 qilaylikchi. Pulini deganim yoshini dedimmi? 24 yoshga Ispaniyadan Carlos Dominguez Celta Vigo'da o'ynar ekan. Shuni olaylikmi? Yo Kopengagendan Pereira'ni olaylikmi? Chaykur Rizespordan Modibo Sagnan mashina olamiz. Qoravoy bo'ladi. Modibo Sagnan. Davay mashina olamiz. Buni olmas ekan. Yaqinda olgan shekilli o'zi. Liberto Kakake. Namuncha nomi xunuvini Kopengagendan Gabriel Pereira'ni olamiz. Braziliyalik zashnik. 6 million ekan buni narxi. 7 million beraman. Ko'ngildan chiqarib. 8 million beraylikchi, Nantam 7 million taklif qilibdi. Oldik. Gabriel Pereira bilan 42 ming oyiga beramiz. Shartnomani 5 yillik qilamiz va imzolaymiz. Bo'ldi. Gabriel Pereira. Bu asosiy tarkibda tushavermasa ham uni tushib turadi. Xudo xolasa Chempionlar Ligasiga harakat qilamiz. Chempionlar Ligasiga chiqadigan bo'lsa, keyingi mavsumda kerak bo'ladi. Kubik bahslari bor, Chempionlar Ligasi, chempionat 3 ta anaqada o'ynashimizga to'g'ri keladi. Hozir o'rtoqlik o'yinida tekshirib olamiz. Pereira'ni olamiz. Pangratich o'rniga bu yoqda Komuzon o'rniga qo'yib ko'ramiz. Yani shu Pangratichni ham qo'yib ko'rarmadimda, orqaga qaytsa bo'larmikan? Pangratichni ham Marin o'rniga qo'yib ko'raylik. O'ynamaganlarni o'ynatib ko'rish kerak-da. Mana bu yerda Pazzini bor ekan Somda o'rniga. Nicolucci Caviglia bor ekan, o'rtada Mandragorani o'rniga bitta qo'yib ko'raylikchi mana shuni. Shakalar. Xudo xolasa hamma o'yinchilarni o'ynatishga harakat qilish kerak, norozi bo'lib, u qilmasdan. Yaxshi o'ynasa tarkibda o'zini joyini topib ketadi. Keyingi mavsum 2-3 ta frontda o'ynagandan keyin o'zi bu mavsumda o'zidan ham kamida 2 ta front bo'ladi. Chempionat bilan kubik bo'ladi. O'yinlar ko'paygani sari o'yinchilar charchab qoladi, kerak bo'ladi. Mashq o'yin tezlashtirish ko'rib chiqishim kerak emas, turibdi.
sekin ekan. Hop, Pereira yaxshi o'ynayapti. 8-3 bal otdi. Lekin Parijni kaka qilyapti ekan. Gosens qo'yamiz endi. O'zi chapda asosiy tarkibga Gosens qo'ysam bo'lar ekan. Vitinani o'rniga Piktolini qo'yamiz. Fazini yaxshi o'ynayapti ekan. Dodo yana kaka qilyapti. Dodo. Lemptini qo'yamiz. De Gea yaxshi. David De Gea. Mas De Gea'ga ham birinchi raqamda qo'yish kerak. Xrushda balog'on Xrushda o'ynaydi. O'ziga munosib raqamda o'ynasin, to'g'rimi akali? 15 ta zarba berdi gol urolmadiga. O'rinda bitta. Ye? Yana arigalar urib ketdi raqibimiz. Reggiana. Malora o'rtoqli. Chempionatda shunaqa yeb qo'ysak bormi akalar? 2-0. Ola lapashanglar. Uyga yedik. Uyimizda. Yuventusdan yutqizibdi ishni zag'ini. Hop, chempionat boshlanyapti akalar. Birinchi turda mehmonda Napoli bilan o'ynar ekanmiz. Onalarini emsin. Pablo Mari travma olibdi mana. 2 ta o'yinni o'tkazib yuborar ekan markaziy himoyachimiz. Mayli. Gabrielni oldiga yetadi o'sha. Boshladik. Man uni raqamini to'g'rilamoqchi edim. Nima mana Vitinha ham travma oldimi? Travma olibdi, lekin o'yinni o'tkazib olmas ekan. O'ynasa kerak bu. De Gea'ning raqamini to'g'rilaymiz. 1 beramiz. 43 ta balo bormi sizga De Gea? Nomingizga yarasha ish qiling. Keyin nastroyga kirib, buni tezlashtirsa bo'lmasmikan buni? Yevro qilamiz. O'zgartirib bo'lmas ekan. Tezlashtirib bo'lmas ekan. Mayli. Sabr qilamiz akalar, nima qilardik boshqa? Davom etamiz. Unai Simon серьезный travma. Unai Soma ekan. Simonmish. Simonga balo bor. 3 ta o'yin o'tkazib yuborar ekan. Серьезный travma olibdi. Bu APZda o'ynatib turdim-da bu bolani. 3 ta o'yin o'tkazib yuborar ekan. Mayli, endi APZga nima qilamiz? Hop. Bugun o'ynaymiz ekan, bugun. Hali bor ekan. 4 kun bor ekan hali o'yinga. Bugun 10 ekan, mana ertaga o'ynaymiz. Santos Dodo. Nima bular travma olyapti? Napoli bilan o'yin o'tkazib yuborar ekan. Tentakmi bular? Trenirovka qilmasa ham jarohat oladi.
Trenirovkani endi qildiryapman mana. Ketdik. Fayzimizni bersin akalar. Amallab durang bo'lsa ham qilib olaylik a. Nima deylar? Abdulhamid Sabiriy nedavonli ekan. Xo'p. O'ynaysan akajon, sabr qil, o'ynaysan. Som jarohat oldi, sen o'ynaysan o'sha o'rnida hozir. Qani o'zi Sabiriy? Mana shuni olamizda Jekoni o'rniga qo'yamiz. 74 ekansan-da ukajon. Dodoni o'rniga Lemptini qo'yamiz. Buni buyoqqa olib turamiz. Boshqa yo'qmi o'ng qanot himoyachisi? Mandragorani olaylik. Mandragorani tushirishimiz kerak. Amitga qo'yamiz buni. Komuzzoni qo'yamiz Pangratishni o'rniga. Mana Richardson yaxshi emasmikan uni o'rnida? Mana uni o'rnida. Richardson APZda o'yna olmaydi-da. Bo'ldi. Boshladik menimcha. Mana bitta himoyachi kamga o'xshayapti. Ha, Ranerini sotib yubordim aytgancha. Mayli. Mehmonda gol urdik. Farzini 10-daqiqada. Yaxshi, boshlanishi yomon emas. Birinchi taymni g'alaba bilan tugatib olsak, ikkinchi taymda eplab olsak bo'ladi akalar. Qo'yvordi-ku, Matteo Politano urib ketdi. Hop deganda bizda Gosens qo'yamiz. Mana shu Gosens asosiy pozitsiyasidan chiqib qolyapti-da. Yatesni o'rniga Richardsonni qo'yamiz. Pitkolini qo'yamiz, Vitinani o'rniga boshladik. Voy. Qo'yvordi-ku. Ikkinchisini ham. Qilgancha bo'lsa. Lekin o'yin yaxshi bo'ldi. Asos anaqa aniq zarbalarda ham tenglik 5 ga 5. Yutqazib qo'ydi lekin. Yutqazib qo'ydi, akalar, yutqazib qo'ydi. Birinchi tur mag'lubiyat. Mayli. Ikkinchi tur kim bilan ekan? Cremonese. Buni eplab olsa bo'lar. Bular Yatisan travma olibdi. Nima bular chalajonmi? Trenirovkada ham travma olaveradi. Uyimizda Cremonese ekan. Buni yutmasak bo'lmaydi lekin. Hop,
Dodo qaytibdi. Dodoni bekka qo'ysak bo'lmaydi. Mana bu Kuvameni olamiz, o'rniga Dodoni qo'yib bundoq qilamiz. Yates o'rniga Sabirini qo'yib bo'lmaydi-da, Sabiri Richardson o'ynaydi debdi. Kuvameni qo'yamiz. Vitinha travma yana biling. Boshladik bo'lmasa. Dodo. Boshladik akalar. Urib tasha, ikkita uchtalari. Bak urib ketsin kiraman o'zi. Aytdim-u. Haydaydi bilamani. 2-0. Yo, tentakmi bular? Parizning ahvolini qaranglar, biling. Esimdan chiqib qolyapti, Parizning olib tashlayman dedi. Komuzoni katta bolani qilgan ishini. 2-0 qaytib olish qiyin, shu bilan haydab oladi mana bu turishda. 3-0. Ay, biring. Yedik 3 tane. Ya Manchini bilan Moyzekini sotmaslik kerakmi dekini? Ikkinchi o'yinda mag'lubiyat. Haydab olmasa, Xudo xolasa, sekin o'zimizga kelib olamiz. Boshlanishda shunday bo'ladi endi. Uchtani yengil tanishib ketishdi. Napoli Atalantani yuta olmabdi. Kubikka qura tashlabdi. Kubikda biz yo'qmizmi? Nega yo'q? Xullas akalar 40 minutdan o'tibdi. Mana shu joyda Nicolo Fagioli ham travma olibdi, o'ynamagan narsasiga. Bugunga shu yetar akalar. 2 o'yin tutqazib qo'ydik. Endi hozir hali anaqasi bor ekan. Transfer oynasi ochiq ekan. Keyingi videoda bir nima qilib bosh qotirib, nimadirlar qilishga harakat qilib ko'ramiz akalar. Videoga like bosinglar, kanalimizga obuna bo'linglar, qo'llab-quvvatlab degan umiddaman akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr akalar. Ishingizga omad akalar.